Sizlarga bir narsani esdan chiqarib qolaman. Sizlarga qanaqa qilib serverga kirishni o'rgatmayman u. Qani kirasizlar. Mana bu ikkitasini yo'q qilib bo'lib paydo bo'lmaydi. Men nom degan joyga kirasizlarda. Xohlagan nimadaringiz yozib deb yozib qo'yamiz. Bu muhim play nuqta pvpcraft.ru deysizlar. Ana mana 32 qilsang mana buni 32 qilsanglar server bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Mana bu server mana 32 server. Endi Bedwars qanday qilib yaratishni ko'rsataman. Bunga ham mana bunaqa qilib yozib beramiz. Xohlagan nimadaringizni yozasiz. Bittasi play nuqta pvpcraft.ru deysizlar. Mana bu 32 ni 6 qilasizlar. Va buni ham ochasizlar. Zal deysizlarda chiqib ketib. Mana ikkitasi ham bor. Men hozir Wi-Fi ga ulanmayapman. U internetsiz kirmaydi. Shuning uchun Wi-Fi ga ulanib kirsangizlar bo'ladi. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu 1.0 emas 0.15 versiya ekanda bu. Olsanglar mazza qilib o'ynaysizlar. Bu juda ham zo'r. Mana bu yerda skinlar ham ochilgan. Nimalarga kirib ketdim men patchoq. O'sha yerda seriya qo'ysa bo'ladi. Mana bu yerda hamma skinlar ochilgan. Mana bu yerda ham mana xohlagan skinlaringizni qo'ysangiz bo'ladi. Hammasiga ochilgan mana. Juda hammasiga ochilgan. Mazza qilib o'ynaysizlar. Juda ham zo'r bu. Menga obuna bo'linglar. Davay endi videoni tugatdim.